Bir ayol kishi diniy idoraga boribdi. Shikoyat, eridan shikoyat qilishga diniy idoraga boribdi. Bunday er bilan yashamayman debdi. Bir nechta farzandlari bor ekan. Ulamolar aytibdiki, nima sabab bo'lgan? Nega shikoyatga keldingiz deganda, ayol aytgan ekanda, men cho'milayotgan paytimda dushda erim ya'ni xufiyona kelib, men shu videoga olib, telefoniga olib, o'rtoqlarga jo'natib, internetga joylashtirib qo'yibdi. Deb men shikoyatga keldim, men ajrashaman deb diniy idoraga borgan ekan azizlar. Endi savol bo'ladi. Bunaqa erni qanaqa er desa bo'ladi? Dayus, original dayus. Toza dayus. Dayus deb kimni aytadi? Dayus deb lug'atda keladi azizlar. Ayolini qizg'onmaydigan, rashq qilmaydigan, himoya qilmaydigan erkak dayus deyiladi. Ad-dayus la yanzurulloha yawmal qiyamah. Dayuslarni Alloh taolo qiyomat kunida rahman nazari bilan qaramayman degan. Rahman nazari bilan qaramayman degani do'zaxiy degani, do'zaxiy degani. Qarang, bunday farosatsiz erlarim bor ekanda. Shuning uchun ulamolar aytganlarki, shu joyini ham qarang. Ulamolar bir iltimos qildilar, qarang. Iltimosnomani qarang. Iltimos shundayki, mana shu Instagram bo'ladimi, Telegram bo'ladimi, YouTube bo'ladimi, Facebook bo'ladimi, profili bor. Buni yoshlar yaxshi biladi. Profil degani mana shu Telegram bor, ko'pchilik biladi. Telegram kirsangiz, u tepasida rasmlaringiz bor, ha? Rasmlar bor, videolar bor. Mana shuni profil deydi. Ulamolarning iltimosi ekan, qarang. Aytibdilarki, ey mo'min musulmonlar, telefoni bor mo'min musulmonlar, mana shu profillaringizga oilaviy rasmlaringizni qo'ymanglar debdilar. Qo'ymanglar debdilar. Nega? O'zingni siringni oshkor qilgan bo'lasang, begona erkaklarga ko'rsatasan, nomahramlarga ko'rsatgan erkaklardan bo'lasan. Keyin nima bo'lasan? Keyin bu yoq nima bo'ladi? Dayus bo'ladi. Hammamizda shu narsa bor azizlar. Mana bugunda eshitdikmi, olib tashlaylik bu narsalar. Mana shu Telegram bor, insonlar bor, shunday kirganda odamlarchi birinchi bu shu profilga kiradi. Profilga kirib ko'radi. Qani qizi qanaqa ekan, ayoli qanaqa ekan, hammasi sinchiklab, yana o'ziniga oladi uni. To'plab oladi mana shu. Shuni qo'ygan egasi dayus bo'ldimi? Bo'ldi. Oilasini, qizlarini, ayollarini, opa-singillarni begonaga berib yubordi rasmlarni. Qanday bo'ladi? Harom amallar ekan azizlar. Bu ulamolarning iltimosi ekan mana shu. Mana shu profildan bittasi, bir oilasi bor, qarang, nabirasi bor ayol shu profildan bitta qarang. Yigit kirib, u bilan telefonda aloqa qilib, uni nabirasi bor shu ayolni qarang. Oxirdan yo'ldan uribdi-da, ey, astag'firulloh, zinoga boribdi. Shu ish qayerdan boshlangan desa, profildan debdi. Profildan boshlaganmiz debdi. Ochiqroq azizlar. Lekin haqiqatda iloji yo'q axir. O'g'illaringizni qo'ying, erkak bolalarni qo'ying, qancha qo'ysangiz ham. Ayollarni, qizlarni, kelinlaringizni qo'ymang. Bugundan boshlab tashlaylik azizlar. Ulamolarning yana ba'zi bir savollari.